Bir yil ichida 86 kilogrammdan 50 kilogrammgacha ozish challenge'imning ikkinchi kuni. Bugun sizlar bilan ozish uchun tanlagan yo'lim haqida gaplashmoqchiman. Birinchi o'rinda qattiq diyetalarsiz kaloriya defitsitligi qilib, iloji boricha interval ochlik bilan ozishga harakat qilyapman. Birinchi o'rinda kaloriya defitsitligi va nima uchun qattiq diyetalarsiz? Chunki men har doim qattiq diyetalarga o'tirganimda ozgina bir nimaga qattiq moyillik bo'ladi, shirinlikka ayniqsa. Ozgina yeb qo'ysam ham o'zimni ayblash va keyin o'zimni ayblagandan keyin o'zi odam nimadan semiradi? Stressdan semiradi, depressiyadan ko'proq semiradi. O'zi bilmagan holda kortizol ko'tariladi. Kortizol insulin gormonini oshiradi. Aybdorlik hissi ham sizga diyeta tutolmaganingiz uchun insulin gormonini oshirib yuboradi va bu qat'iy diyetalarni buzish sizga undan battar depressiya beradi. Bu eng noto'g'ri.